Bu yozgi issiq kunlarda nafaqat o'zimizga, balki telefonimizga ham kullerning ehtiyoji sezilyapti. Internet magazinlariga kirib kuller tanlamoqchi bo'lsangiz, juda ko'p turi mavjud. Buni qaysi biri yaxshi sovutadi, qaysi biri sifatli? Demak, barchaga assalomu alaykum. Siz bilan Connect Mobile loyihasi. Hozir shuncha magnitli kullerlarning orasidan qaysi biri eng zo'rligini siz va elektron harorat o'lchagich bilan birga aniqlaymiz. Audio Jungle. Audio Jungle. Birinchisi Rampage GS51A modeli ekan. Buni O'zbekiston internet magazinlaridan 150 ming atrofida topishimiz mumkin. Qani Rampage kompaniyasi bizga 150 mingga nimalarni taqdim qilibdi? Ochamiz. Kullerimiz o'zi va hech narsa. Hatto buni tagida bormi? Hatto kabel bersa bo'lardi. Hay mayli. Bu kullerimiz ko'rinishdan aytib turibdi, faqat MagSafe telefonlar uchun ekan. Ya'ni telefonni olib shunday tarzda yopishtirishimiz mumkin. Hozir bu telefonimizda MagSafe yo'q, buni qistirgichi ham yo'q. Ya'ni biz ishlata olmaymiz buni. Faqat MagSafe telefonlar uchun. Keling endi real test o'tkazib ko'ramiz. Hozir menda iPhone 15 Pro telefoni va shu telefonda test o'tkazamiz. PUBG o'ynab telefonni yaxshilab qizdirib oldim. Endi harorat o'lchagichni olamiz. 41.7 gradusga qizidi. Agar sizlar ham mendaqa singan telefon ishlashni xohlamasanglar, doim chexol bilan ishlatib yuringlar. O'zi ozginagina baland joydan tushib ketdi, lekin mana ahvolni ko'rib turibsizlar. Hay mayli, mana kullerni ham ulab oldik. Ikki xil rejimda tekshiramiz. 30 sekund bo'lganda va 30 sekunddan biroz o'tganda. Kullerimiz harorati 30 sekundda 15.16 va undan ozgina vaqt o'tgandan keyin 15.1 gacha tushdi. Endi esa 7-8 minut atrofida o'ynab, necha gradusga tushirib berganini ko'ramiz. (35.2), ya'ni telefonimiz haroratini 6 gradusga tushirib berdi. Ikkinchi magnitli kullerimiz, buni modeli nima ekan buni? Buni modeli ham bir Xitoy qanaqadir Game Cooler N3 ekan modeli. Demak, buni O'zbekiston internet magazinlarida 180 mingga topishimiz mumkin. Lekin Instagramdagi ba'zi magazinlarni ko'rdim, 300 ming deydi. Sal insof bilanda, qanaqasiga bu narsa 300 ming bo'lishi mumkin? Qani bizga 300 mingga nimalar taqdim etibdi bu? 300 ming emas, 180 ming deylik. Ochishimiz bilan kuller. Demak, bu kullerimiz qistirgichlari o'zi bilan kelar ekan. Ya'ni buni bemalol bunga yopishtirsak bo'ladi endi. Ko'rinishi o'ta qulay. Napalchiga qo'shib berar ekan. Malatsi. Kitobchasi nima yozilgan? Kitobchasida o'sha biz biladigan narsani yozishgan. Hatto buning ichidan kabel chiqar ekan. Qizdirish jarayoni ham tugadi va kullerimizni ulab sekund nomeri yoqamiz. Telefonimiz 40.7 gradusga ko'tarilibdi. Kullerimiz esa 17.5 gradusga tushibdi. Ikkinchi testda 17.2 gradusga tushdi. Ozgina o'ynab yana o'lchaymiz. (34 gradusga tushdi, ya'ni 10 gradus tushirib berdi bu kullerimiz. Shuncha bu kullerlar haqida ma'lumot berib, tahlil qilib, endi konkursga qo'yib yubormasak boshqacha bo'lar-a? Demak, Connect Mobile obunachilari uchun konkurs. Konkursga qatnashish uchun doimiy shartlar: shu videoga like bosib, YouTube kanalimizga obuna bo'lasiz va Telegram kanalimizga o'tsangiz, xuddi shu postni o'qib, qo'shilishni bosib qo'ysangiz bo'ldi. Va atiga 5 kundan keyin bu kullerlarning g'olibini aniqlaymiz. Keyingi modelimiz SL03. Bu kuller baterkali kuller ekan. Ya'ni ochib ko'ramiz hozir. Bizga mana bunaqa yo'riqnomasi. Va bu joyda kullerimizni o'zi. Bunda eksklyuziv yangilik. Ya'ni bu nima? Masalan, bizning telefonimizda MagSafe yo'q va buni yopishtirib qo'yib, mana bunday shaklda yopishtirib qo'yib, keyin buni qistirgichsiz yopishtirsak bo'ladi. Agar xohlasak, menimcha qistirgich ham bor bunda. Yo'q, qistirgich
bunda yo'q ekan. Bu kabel bor. Aytib o'tganimdek, bu baterkali kuller. O'sha mana hech qanaqa tokka ulaganimiz yo'q, lekin ishlayapti. Молодцы. Bu kullerimiz narxi 250 ming so'm edi. Telefonimizni 41.5 gradusgacha qizdirib oldik, lekin kullerimiz ancha og'irdek tuyulyapti batareyasini borligini hisobiga. Hay mayli, barcha kuchini ko'rsatish uchun tok bilan ta'minlab olamiz bu kullerimizni va sekund nomerimizni yoqamiz. 36.2 gradusgacha, ya'ni 5 gradusga tushirdi xolos bu kullerimiz. Va 4-kullerimiz Memo brendidan CX07 modeli ekan. Bu kullerimiz ikki xil rejimda ishlar ekan, 5 Watt va 15 Watt. 5 Wattda odatiy ishlab bersa, 15 Wattda to'liq kuchi bilan ishlar ekan. Bu degani 15 Wattli adapter ulaydigan bo'lsak, yaxshiroq sovutib beradi degani. Hozir buni ochamiz. Buni nimalar taqdim etibdi bizga bu kullerimiz? Kullerimiz o'zi kabeli va ikkita qistirgichlar. Ikkita qistirgichni tagida bizga metal yopishtirgich ham bor ekan. Ya'ni xuddi buni ham telefonimizni orqasiga yopishtirib qo'yib, MagSafe bilan ishlasak bo'ladi. Agar uni xohlamaydigan bo'lsak, qistirgichlar ham bor. Bu qistirgichlarni qo'yishimiz uchun mana bundoq qilib ochib olar ekanmiz va buni bundoq qilib qo'yib olsak bo'lar ekan. Va qutidan chiqadigan mana bu to'tga bor ekan, mabodo mana bu kullerga nimadir kirib qolsa, akkuratni tozalab tashlashimiz uchun kerak bo'lar ekan. Bundoq to'g'rilaymiz. Va bundoq qo'yib olib ishlatsak bo'ladi. Bu safar telefonimiz 42.8 gradusgacha qizidi. Memo kullerini ulab sekund nomerni yoqib olamiz. Men hozir iPhone da test qilyapman. iPhone issiqlikni yaxshi optimizatsiya qiladi. Ayniqsa 13 va undan tepasi. Ba'zi Android telefonlar yoki iPhone eski modellari bu haroratdan tepaga chiqib ketadi. Kullerimiz 0.3, ikkinchi tekshirishimizda esa 0.2 gacha tushib berdi. Bu kullerni oldin ham o'zim test qilib ko'rganman. -2 gacha tushgan. Bu juda zo'r natija. Ko'p kullerlarning reklamasida -5 deb qo'yadi, lekin uni test qilib ko'rganimizda 20 gradusdan pastga tushmaydi. Bu kullerimiz 27 gradusga tushirib berdi. Ya'ni 15 gradusga telefonimiz harorati tushdi. Bu juda zo'r natija. Shu joyga bitta savol tug'ilishi mumkin. Nimaga telefonim 2-3 gradusga yoki - gradusga o'tmayapti deb. Aslida umuman keragi yo'q unaqa gradusda. Chunki bunday past gradusda telefonimiz yana ham zo'r ishlash o'rniga naborot qotadi. Havo harorati tushganligini hisobiga. Telefonimiz ham xuddi biz kabi issiq havoni ham, sovuq havoni ham yoqtirmaydi. Telefonimiz uchun eng ideal harorat 20 gradusdan 30 gradusgacha bo'lgan haroratdir. Shu gradusda telefonimiz to'liq kuchi bilan ishlaydi. Bu kullerimizni Connect Mobile'da 199 mingdan sotayotgan edik. Videoni oxirigacha ko'ring, bunga skidka berganmiz, nech pulligini aytib o'taman. Va oxirgi kullerimizni ko'rib o'tamiz. Bu kullerimizni Connect Mobile'da 220 ming so'mdan sotuvda mavjud. Korobkaning ichidan bizga chiqadi kullerimiz o'zi. Chiroyli dizayn. Qistirgichlar va kabel. Bu kullerimiz uchun 42.1 gradusgacha telefonimiz qizidi va endi kullerimizni tok bilan ta'minlab olamiz. Bu kullerimizda ikki xil rejim bor ekan. Mana bu tugmani bosib almashtirsak bo'ladi. Men eng balandiga qo'yib oldim. Termometrda o'lchaydigan bo'lsak 12 gradusga va ikkinchi urinishimizda 8 gradusgacha tushdi. Yaxshi 27.6 gradusga tushdi. Ya'ni telefonimiz haroratini 15 gradusga tushirib berdi. Bu kullerimiz ham yaxshi natija qildi. Endi bu kullerlarimiz orasidan eng zo'ri Memo CX07 kulleri bo'lib chiqdi. Qimmati ham emas, arzoni ham emas, baterkalisi ham emas, kattasi ham emas, kichigi ham emas, aynan Memo CX07 modeli. Video davomida o'zingiz tahlilni ko'rdingiz
va bu pullarni biz shu paytgacha Connect Mobile magazinimizda 199 mingdan sotib kelayotgan edik. Shu videoni ko'rib Telegram kanaliga o'tib sotmoqchi bo'lsangiz, endi bu model Connect Mobile magazinda 150 ming so'm super chegirma narxda sotib olishingiz mumkin. OTSIF kanalimiz orqali Connect Mobile mijozlaridan kelgan fikrlarni real vaqt davomida ko'rib borishingiz ham mumkin. Xullas, bugungi tahlil videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Albatta, bunday ma'lumotlar uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Barchangizga xayr, FPSingiz doim yuqori bo'lsin.